Hozirgi paytda eng ko'p sotilayotgan G7 modelimizni bitta obzorini qilib beramiz. Funksiyalariga keladigan bo'lsak, turniga bo'ladi, brusi bo'ladi, brus o'zida press qilsa bo'ladi. Pastda anjumani qilsa ham bo'ladi. Bu zo'r tomoni balandlatib, pastlatib 8 ta pog'onasi bor, yoshlarga, kattalarga, ayollarga ham to'g'ri kelaveradi. Bundan tashqari bu tomonida trosli silovoy trenajyorimiz bo'ladi. 50 kilo toshi bilan komplektida shu toshini bu yoqqa olib ishlatsa ham bo'laveradi. Buni bo'yini balandlatib, pastlatib 18 ta pog'onasi bor. Mana shu joydan bemalol balandlab pastlatib o'zingizga moslab shug'ullansangiz bo'laveradi. Pastgacha tushirib olib, pastdan tortib shug'ullansa ham bo'laveradi. Bundan tashqari orqa tomonda universal stolimiz bor. Bunda oyoqqa ishlasa ham bo'laveradi. 5 ta pog'onasi bor. Balandlab pastlatib o'zingizga moslab ishtanga ko'targani, pressga shug'ullangani, o'tirib olib gantel ko'targani ham shug'ullansa bo'ladi. Bu trenajyorimiz yana bitta zo'r tomoni, bu yon tomonida 1 metrlik tentli meshogi bor. Materiali zo'ridan, baquvvatdan, xudo xolasa ancha yillar xizmat qiladi. Do'stlar, bu trenajyorimiz komplektida shunaqangi uzun, kalta ham ikki qo'lda tortadigan aksessuarlari bor. Bundan tashqari 50 kilo toshi bor. Bundan tashqari meshogi, universal stoli, hamma komplekti ichida narxi 5 million 500 ming so'm bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavka qilib beramiz.